Ertaga qayerlarda qor yog'ishi aytildi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 11 dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir va qor yog'ishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda ba'zida 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda ba'zida 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 16-21 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir va qor yog'ib turadi. Tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduz 2-7 daraja sovuq bo'ladi.